Bu bola nuqul jiddiy va kattalar uchun mo'ljallangan kitoblarni tahlil qilar ekan. Yoshlar uchun qiziqarliroq kitob tahlil qiling. Qiynchana. Assalomu alaykum do'stlar. Ming kitob tahlil loyhamizga xush kelibsizlar va bugun 14-sonda biz Antoine de Saint-Exupéry tomonidan yozilgan ushbu Kichkina shahzoda kitobini tahlil qilamiz. Kitobga ozgina qiziqadiganlar ichida bu asarni eshitmagan yoki ozgina qismini o'qimagan odam bo'lmasa kerak. Albatta buning qanchalar qismi maktab darsliklarida ham berib o'tilgan. Demak, kitobni menda 2024-yilda Toshkentda nashr qilingan nusxasi bor. Ushbu nusxaga qaranglar, buni chiroyliligini. Juda chiroyli qilib bezatilgan. Dizayniga umuman gap yo'q, to'g'risi maza qildim. Saram buni bitta o'qiganda o'qib tugatsanglar bo'ladi, chunki men buni bitta o'tirganda o'qib tugatdim. Sababi juda suratlar bilan juda ham qiziqarli qilib ishlangan. Kitob o'ziga sizni shunday tortib oladi xullas. Kitobni o'qishni maslahat beraman. Demak, kitobni tahliliga kirishsak. Har doimgidek qisqa qilib aytganda, kitob nima haqida? Kitob bu xullas ertak kitob desa ham bo'ladi, ya'ni nima desa bo'ladi, xullas qiziqarli, xullas, ya'ni mana shu bir bolachaning, kichkina bir bolachani boshdan o'tkazgan voqealari haqida. Demak, bu ertak kitob ekan, yoshim 20-30, tamom buni o'qishim kerak emas degan xayolga bormang, buni hamma o'qisa bo'ladi. Ushbu kitobni Antoine de Saint-Exupéry o'zining do'sti Leon Vertga bag'ishlagan. Ya'ni Leon Vertga bag'ishlaydi, boshida yozib o'tadi shu haqda va bolalardan uzr so'raydi. Uzr sizlardan kitobni yosh katta insonga atab yozdim deydi. Ammo hamma yosh katta insonlar ham qachondir yosh bo'lgan-ku deydi. U do'sti xullas Fransiyada turgan bo'ladi, hozir o'sha yozganda. Fransiyada esa sovuqligi sababli xullas meni tushunasizlar deydi. Hamma ham yosh bo'lgan avval yoshligida, shu sababli buni yoshlikdagi Leon Vertga, qachonlardir yosh bo'lgan Leon Vertga bag'ishladim deb kitobni boshlaydi. Xullas boshlanishda bosh qahramon aytadiki, 6 yoshimda bo'lgan voqealar nomli kitobda bir g'alati bir suratga ko'zim tushdi deydi. Mana ekranda chiqib turgan suratni aytadi. Ya'ni unda mana shu bahaybat bir yirtqich ilon o'ljasini, ya'ni o'ljasi nimani filni yamlamay yutayotgandi deydi. Keyin men junglidagi hayotga qiziqgan holda shu xayol surib qoldim va qo'limga shu qalam ruchka olgan holda, daftar olgan holda rasm chizishga kirishib ketdim deydi. Va ushbu ekrandagi rasm uni birinchi chizgan rasmi. So'ng buni kattalarga ko'rsatib, bu qo'rqinchli emasmi deb so'raydi. Keyin esa buni ko'rgan odamlar aytadiki, "Voy, shlyapani nimasi qo'rqinchli" deydi. Keyin bu bolacha aytadiki, "Voy, kattalar tushunmaydi bunaqa narsani, ularga ipidan ignasigacha tushuntirib berish kerak" deydi. Aslida bu rasmdagi narsa u bahaybat ilon filni yutayotgani aks etganda, mana ekranda ko'rinib turgani kabi. So'ng xullas yosh kattalar unga aytadiki, "Bu ishlarning yig'ishtir, undan ko'ra geografiyani, fizikani, matematikani o'rgan, shular senga foydaliroq" deydi. O'shandan keyin bu chizgan narsalari, buni ya'ni ijodi ko'pchilik tomonidan rad etilgandan keyin bu umuman shu chizishni tashlaydi, bu narsadan ko'ngli qolib ketadi. Shundan so'ng xullas bir anaqa uchar bir narsa yasaydi-da, xullas uchib ketayotganda sahroy kabrga, mana shu katta cho'lga xullas qulaydi. U mana shu buzilgan samolyotidagi detallarni to'g'irlayotganda shu payt ovoz eshitiladi. "Qo'zichoq chizib ber" degan. Keyin yon atrofga qaraydi, hech kim ko'rinmaydi. Yana o'sha ovoz keladi, "Qo'zichoq chizib ber" degan. U juda ham bir mayin ovozda, hozirgi menikidek qalin ovozda emas, mayin bir ovozda "Qo'zichoq chizib ber" degan ovoz kelayotgandi. Keyin qarasa, bir sariq sochli, kichkinagina ovozlari shu qo'ng'iroqdek bo'lgan bir mana shu chiqib turgan bolacha xullas uni oldiga kelgan bo'ladi. "Qo'zichoq chizib ber" deb. Chizishni bilmayman desa, "Bilmasang ham chizib ber" deydi. Keyin u yoniga keladida, xullas bitta qo'zichoq chizib beradi. Mana shu qo'zichoqni chizib beradi. Keyin u Kichkina shahzoda aytadiki, "Voy, bu juda ham anaqa-ku, nimjon-ku, menga bir baquvvatroq qo'zichoq chizib ber" deydi. Keyin ushbu suratni chizib beradi. Keyin u ham yoqmaydi. "Bu qanaqa qo'zichoq, bu ko'rib turibsan-ku, buni shoxlari bor. Bu qo'chqor-ku" deydi. "Menga qo'zichoq kerak" deydi. Keyin yana bitta yangi rasm chizib unga beradi. Bu rasmni ham yana u yoqtirmaydi, sababi aytadiki, "Bu qarib qolgan, uni men nima qilaman" deydi. "Menga qo'zichoq kerak" deydi. Shundan so'ng esa bu yigit bir quticha chizadida, aytadiki,
mana shuni ichida seni qo'zichog'ing bor deydi. Keyin anaqa kichkina shahzodacha esa shahzoda juda ham xursand bo'lib ketadi va unga tashakkurlar aytadi. Keyin yigit aytadiki, bu qayerdan paydo bo'lib qolding deb undan so'raydi. Keyin esa bu kichkina yigitcha, kichkina shahzodamiz keyin o'zi haqida gapirib beradi. Xullas u boshqa sayyoradan tushgandi. Ularni sayyoralari xullas har xil kattalikda, xususan buni sayyorasi mana shu bir odam sig'adigan, faqatgina bitta odam sig'adigan darajada mana shu chiqib turgan rasmdagidek mana shunaqa sayyora edi uni sayyorasi. Uni sayyorasida shu bir gul, keyin esa mana bunaqa o't-o'lanlar, keraksiz o't-o'lanlar, keyin esa 3 ta vulqon, ya'ni vulqonchalar bor edi. Keyin bu bosh qahramonimiz kichkina shahzodadan so'raganda, yana ko'proq ma'lumotlar uni sayyorasi haqida, umuman uni bosib o'tgan yo'li haqida so'raganda, kichkina shahzoda mana shu o'zining sayyorasidan chiqib, eng yaqin sayyoralarga borganda, birinchi sayyorada qirol bor edi. Qirol uni ko'rib juda xursand bo'lib ketadi. "O, fuqaro, tashrif buyurding" deb uni oldiga chaqiradi. "Endi sen meni fuqaromsan, endi senga buyruq beraman, sen meni so'zlarimga kirishing kerak" deb shunaqa gaplarni aytadi. Bu esa aytadiki, "Yo'q, men ketishim kerak" deydi. Chunki bu sayyora unga yoqmagandi. Keyin boyagi qirol aytadiki, "Qo'ya qol shu ketishni, yaxshisi bu sayyorada qolgin, men seni adliya vaziri qilaman" deydi. Aytadiki, adliya vaziri qanday bo'lishi mumkin? Bu yoqda hech qanaqa bir odam yo'q bo'lsa ularni sudlagani deydi. Keyin shu yerda bir yaxshi anaqani keltirib o'tadi, jumlani keltirib o'tadi. "Sen o'zingni o'zing sud qilgin" deydi. Ya'ni bu dunyoda eng qiyin narsa o'zini o'zi sud qilish. Boshqalarni, ya'ni sud qilib ularga hukm chiqarish juda ham oson, ammo eng qiyin narsa bu o'zini o'zi sud qilish deydi. Mana shunaqa kitobda xullas joylari bor, ya'ni ajoyib joylari bor. Keyin xullas baribir yoqmaydi bu sayyora. Keyin keyingi ikkinchi sayyoraga o'tadi. Ikkinchi sayyorada esa shuhratparast bor edi. Shuhratparast uni ko'radi-da, u ham xursand bo'lib ketadi. Oldiga borganda boyagi shuhratparast aytadiki, "Qani, menga qarsak chal" deydi. Keyin qarsak chalsa, boshidagi shlyapasini yechib ta'zim qiladi, yana qarsak chaladi, yana ta'zim qiladi, xullas qarsak chal deveradi va bu narsa 5 daqiqa davom etadi. Shundan so'ng kichkina shahzoda bundan zerikib qoladi. Keyin u boshqa sayyoraga chiqib ketishga qaror qiladi. Shunda shuhratparast uni to'xtatib, "Iltimos, qolgin bu yerda, meni muxlisim bo'lgin" deydi. Keyin "Nima muxlislik?" desa, aytadiki, bu muxlislik degani, ya'ni hamma seni eng zo'rligingni, hammadan zo'rligingni tan oladigan o'sha muxlis deyiladi deydi. "Xo'p-ku-ya, lekin bu sayyorada sendan boshqa hech kim yo'q-ku" deydi. "Baribir hamda keyin meni maqtagin biror narsa deb" deydi. Xullas u ham yoqmaydi xullas bu sayyora ham. Keyin 3-chi sayyoraga ketadi. 3-chi sayyorada esa bir pianistaga ko'zi tushadi. Xullas oldida ko'p butilkalar bo'ladi. Keyin oldiga keladi-da, "Nimaga ichyapsiz?" deb so'rasa, "Unutishga" deydi. "Nimani unutmoqchisiz?" desa, "Shu qilayotgan ishim uyatligini unutishga" deydi. Keyin buni ham tark etadi, 4-chi sayyoraga ketadi. 4-chi sayyorada esa bir korchalon bor edi, xullas hisob-kitob qilib o'tirganda. Keyin o'sha hisob-kitob qilib o'tirgan joyda undan so'raydi, "Nimalarni hisob-kitob qilyapsiz?" desa, u o'sha 5.600.000 bu deb xullas katta-katta sonlarni aytayotgan bo'ladi. Keyin "Chalg'itding meni" deydi. Keyin undan so'rasa, nimalarni hisob-kitob qilayotganini, aytadiki, "Anaqa bir kichkina narsa bor-ku, osmonda bo'ladi" deydi. "Ha, nima, pashshami?" desa, "Yo'q, qanaqa pashsha? Arimi?" desa, "Yo'q, hech qanaqa ari emas" deydi. "Nima unda?" desa, "Anaqa osmonda bo'ladi-yu, yonib turadi sariq bo'lib" desa, "Ha, yulduzmi?" desa, "Ha, yulduzlarni" deydi. Xullas, yulduzlarni sanayotgan bo'ladi. Keyin "Nima uchun bularni sanayapsiz?" desa, aytadiki, "Bularni hammasini o'zimniki qilib olmoqchiman, ya'ni o'zimning nomimga rasmiylashtirib olmoqchiman" deydi. Keyin xullas bundan ham ketadi va 5-chi sayyoraga boradi. 5-chi sayyorada esa bir dona fonus bilan charog'bon bor edi. U charog'bon esa mana shu fonusni yoqib, har daqiqada yoqib, o'chirib, yoqib, o'chirib turardi. Uni oldiga boradi va u nima qilayotganini so'raydi. U esa aytadiki, "Men mana shu kun chiqqanda nimani fonusni o'chirib qo'yaman, kun botganda esa yoqaman" deydi. Ya'ni shunda yoqib qo'yadi-da, anaqa
xayrli kech deydi. Nimaga bu ishni qilasiz desa, men mana shu nimaga fonusga qarashim kerak. Menda bu mas'uliyatim deydi. Hozir juda ham tez aylanyapti meni sayyoram, sababli har daqiqada bu fonusni o'chirib yoqishga to'g'ri kelyapti deydi. Undan keyin fonusni o'chirib qo'yadi-da, xayrli kun deydi. Xullas, uni ham nima qilayotganiga juda ham yaxshi bo'lib tushunmaydi. Keyin 6-sayyoraga qarab ketadi. 6-sayyorada esa bir bobo bo'ladi xullas. U kishi mana shu katta bir kitoblarga bir nimalarni yozayotgan bo'ladi. Uni oldiga boradi, nimani yozayotganini so'raydi va aytadiki, men geografman deydi. Geografman deydi, hozir mana shu xaritaga tushiraman joylarni, manzillarni. Meni oldimga biror kishi kelsa deydi, o'shalardan ko'rib o'tgan joy yoki ular yashaydigan joy haqida ma'lumot olamanda o'zimni xaritamga tushiraman deydi. Aytadiki, buni qanday tasdiqlaysiz, ya'ni o'shanaqa narsalar borligini desa, ular aytib bergan gaplar rostligini desa, u aytadiki, tasdiqlash uchun ulardan tasdiq uchun narsa so'rayman. Masalan, bir ulkan bir tog' bor desa, u tog'dan bir bo'lak bir toshmi, bir narsa bo'lak bir olib kelganini menga ko'rsatsa, shundan so'ng ularni yozaman deydi. Aytadiki, "Hoy, sen o'zi qayerdan kelyapsan? Bir kelayotgan joying haqida gapirib ber" deydi. Xullas, u kelgan joy haqida cholga gapirib beradi. Kimniki qo'lga o'rgatgan bo'lsang, uning taqdiriga javobgarsan. Ha, va nihoyat Kichkina shahzoda 7-sayyoraga o'tadi. Bu yer edi. Unda mana shu juda ham ko'p odamlar, milliardlab odamlar yashardi. Har xil narsalar bor edi. U sayyorada u ilon bilan uchrashadi. Sahroda tulki bilan uchrashadi. So'ng tulki aytadiki, "Meni qo'lga o'rgat" deydi. O'sha joyda aytib o'tadiki, ya'ni qo'lga o'rgatgan odamlaring uchun sen javobgarsan deydi. Ya'ni bu hamma ham o'ylab ko'rishi mumkin bo'lgan narsa. Ya'ni kimnidir o'ziga o'rgatib qo'ydingizmi, u uchun siz javobgarsiz. Xullas, bundan boshqa ham juda ko'p narsalar aytib o'tiladi, ya'ni yer haqida. Xullas, yerda u bir savdogarga ham ko'zi tushadi, ya'ni o'sha bilan ham uchrashib qoladi. Savdogar esa qandaydir bir anaqa takomillashtirilgan bir uzoq muddat chanqoqni bosadigan bir ichimlik sotayotgan bo'ladi. Keyin nima uchun buni sotyapsiz desa, aytadiki, hisob kitoblarga ko'ra inson bir haftada 53 daqiqasini suv ichishga sarflar ekan. Bu orqali u 53 daqiqasini o'ziga tejab qolsa bo'ladi deydi. Kichkina shahzoda aytadiki, agar menda 53 daqiqa bo'lganda, to'ppa-to'g'ri quduqqa borardim deydi. Bu gaplarni hammasini boyagi samolyotda yiqilib tushgan yigitchaga aytib berayotgandi. Shundan keyin quduqni eshitadi, xullas quduqqa boraman degan eshitadi. Bu yigitcha aytadiki, "To'xtat" deydi, "hikoyangni" deydi. Xullas, "Suvim tugadi, menga suv kerak, men quduqqa borishim kerak" deydi. Keyin kichkina shahzoda ham xullas charchab qolgandi. Keyin yiqilib tushadi u, uni ko'targancha quduq qidirib boradi. Boyagi anaqa yiqilgan yigit, halokatga uchragan yigit. Keyin oxiri quduq topiladi. Bolani o'sha suv quduqdan sug'oradi. Chanqoq qolgandan keyin aytadiki, "Bugun men bu yer sayyorasiga kelganimga naqd 1 yil bo'ldi. Bugun mana shu bir yulduz mana shunaqa bir ko'tarilganda" deydi, "men qaytib ketadigan vaqtim bo'ladi" deydi. Xullas, kichkina shahzoda ham qaytib ketadi. Bu yigit ham o'zini yurtiga yana qaytib ketadi, chunki u sahroda edi. Kitobning oxirida aytadiki, agar sizlar Afrika yoki mana shunaqa bir sahroga boradigan bo'lsanglar, mana shunaqa bir yulduzning ostida bir dam turinglarda, ozgina kutinglar. Agar sizlar ham qo'ng'iroq ovozli, sariq sochli yigitni ko'rsalaring, albatta ularni tanishlaring kerak, uni tanishlaring keraksizlar va albatta menga bu haqda xabar beringlar deb asarni tugatadi. Xullas, mana shu haqida kitob. Bundan tashqari kitobning ichida mana shu belgilab o'tganman ba'zi narsalarni. Oladigan, o'ylab bir o'qib, bir qarab, bir o'yga to'ladigan narsalar bor. Buni Telegram kanalimga tashladim, Instagramga ham qo'yib boryapman. So'ragan. Xullas, yaxshi yozilgan gaplarni, bu kitobdan iqtiboslarni xullas kitobni o'qish orqali o'qib, fikrlab, tafakkur qilib ko'rishlaring mumkin. Kitob juda ham qiziqarli yozilgan. Xullas, shu bilan 14-kitob tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda qaysi kitoblarni tahlil qilishni xohlashingizni izohlarda yozib ketinglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.